Xo'p, biza jadval qilishimiz kerak bo'ladi. Jadval bizada o'sha stavka bo'limida joylashgan jadval. Jadvalimizni demak yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Stavka bo'limiga kiramiz. Bu yerda tablitsaga kiramiz. Bu yerda masalan 10 ga 8 jadval berilgan. Lekin biza endi hozir misol tariqasida kichkina jadvalni ko'rib chiqamiz. Xo'p, yana bitta jadval yaratib olamiz. Hozir bizning maqsadimiz demak o'sha ikkita jadvalni bir-biriga birlashtirish. Birlashtirishimiz uchun burchagimizda demak mana bunaqa burchagimizda demak to'rtburchak bir belgi chiqadi. O'sha belgimizni demak bosishimiz kerak bo'ladi. Bu hammasini belgilash hisoblanadi. Klaviaturamizni demak Ctrl bilan ikkisi bossak, lotincha ikkisi bosadigan bo'lsak, demak biza buni berizet qilib olamiz, ya'ni qirqib olamiz yoki bo'lmasam biza mishkamizni 10 tugmasini bosib berizet qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi ishimiz demak jadvalni tagiga olib kelib, xohlasak Ctrl V tugmasini bosamiz yoki xohlasak mishkani 10 tugmasini bosib, mana bu stavitni bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Jadvallarimiz birlashdi. Endi buni jadvalimizni demak ikkiga ayirmoqchi bo'lgan bo'lsak, demak buni xo'p ikkiga ayirmoqchi bo'lgan bo'lsak, biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Demak buni belgilab olamiz. Bu yerdan biza maket bo'limiga kirib olamiz. Разделить таблицу degan joyi bor. O'shani bossak, jadvalimiz ikkiga ayriladi. Yana bitta jadval masalasi bir nimani ko'rsatmoqchi edim. Xo'p, jadvalda biza yana bitta jadval tuzishimiz mumkin. Plus minus qilib jadvalimizni tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu jadvalimiz demak biza plus minuslar nimani bildiryapti? Masalan, pluslarimiz mana bu chegaralarimizni bildirayotgan bo'lsa, mana bu chizuvlarimizni bildirayotgan bo'lsa, minuslarimiz ichidagi qatorlarimizni belgilab beryapti. Mana shu nechta demak minus bo'lgan bo'lsa, mana shu yerda nechta minus bo'lgan bo'lsa, demak bu yerda 3 ta. Bitta, ikkita, 3 ta turibdi. Mana bularimiz bo'lsa, demak bizani mana shu chegaralarimiz, mana bu chizuvlarimiz hisoblanadi. Bu chizuvlarimizni demak o'sha plus bilan belgilab qo'yadigan bo'lsa, mana bu minuslarimiz bo'lsa, ichidagi kategoriyalarimiz hisoblanadi. Xo'p, demak biza shunaqa yo'l bilan ham demak jadvalimizni yaratib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Jadval masalasida yana narsa, agarda biza jadvallarimizni qo'shmoqchi, ustun qo'shmoqchi bo'lgan bo'lsak, yoki bo'lmasam kattaga qo'shmoqchi bo'lgan bo'lsak, biza nima qilishimiz kerak? Burchagiga olib keladigan bo'lsak, burchagida plus belgisi turibdi. O'sha plus belgisini bossak, qatorimizga qator qo'shiladi. Qancha qator qo'shsak, shuncha qator qo'shiladi. Agarda jadvalimizni ustun qo'shmoqchi bo'lgan bo'lsak, o'sha ikkita kattani orasiga olib kelib turib, mishkani chap tugmasi bilan 2 marta bosadigan bo'lsa yoki 1 marta bosadigan bo'lsa, demak o'sha jadvalimizni ustunini hosil qilib berar ekan. Biza bu jadvalimizni demak ikkitasini yo 3 tasini birlashtirmoqchi bo'lgan bo'lsak, mishkani chap tugmasini bosib turib, qo'yavermasdan ikkinchi qatoriga, ikkinchi katagiga, uchinchi katagiga o'tib turib, mishkamizning 10 tugmasini bosib, bu yerda объединить ячейка qilishimiz ham mumkin. Yoki maket orqali ham объединить ячейка qilishimiz ham mumkin bo'lar ekan. Mana demak 3 ta katagimizni bitta qilib birlashtirib berdi. Demak biza agarda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasam katagimiz bitta katagimizni demak yopishimiz kerak bo'lib qolgan bo'lsa, unda nima qilishimiz kerak? O'sha maket bo'limida, mana bu maket bo'limida aynan bizda o'sha нарисовать таблицу degan joy bor. Aynan shu нарисовать таблицу orqali demak biza jadvalimizni yasab olishimiz mumkin bo'lar ekan. Yana bitta o'sha o'chib ketgan katagimizni tiklab olishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, bu narsamiz demak bizda o'sha katagimizni chizig'ini tortib berish hisoblanadi. Demak biza agarda qaysi katagini, qaysi joyini o'chirmoqchi bo'lgan bo'lsak, mana bu ikkita katagini bitta qilib birlashtirgan bo'lsak, lastik orqali ham qilishimiz ham mumkin. Bu maket bo'limida lastikda turibdi.
lastikka bosib turib, buni o'rtasiga olib kelib turib, mishkani chap tugmasini bir marta bossak, bizda o'sha kategimizni o'chirib qo'yadi. Endi bizda shunaqa holat bo'lishi mumkin. Endi jadvalimiz shundan uzun bo'lib turibdi va biza bu yoqqa bitta matn yozadigan bo'lsak, matn deb yozadigan bo'lsak va bu matnimiz bilamizki, mana bu o'rtaga tushiradi. Biza o'rtaga tushirib qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni mana shu tomonga biza mana shu tomonga o'rtaga qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Demak, buni bu matnimizni o'rtaga qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsak, unda biza nima qilishimiz kerak bo'ladi? Matnimizni demak maketga kiramiz. Mana bu tomonda o'rtaga qo'yib qo'yish degan joyi bor. Mana o'rtaga qo'yib qo'yish degan joyi bor. O'sha aynan o'rtaga qo'yib qo'yish degan narsasi, demak biza o'sha o'rtaga qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan matnimizni. Agarda biza matnimizni demak qanaqadir masalan pastdan tepaga yoki tepadan pastga qaratmoqchi bo'lgan bo'lsak, направление tekst orqali qilishimiz ham mumkin. Mana bunaqa qilib xolasa yoki bo'lmasam biza направление tekst orqali to'g'rilashimiz mumkin. Tekst qilib qo'yib qo'yishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam maketimiz orqali o'sha направление tekst orqali demak biza tepadan pastga tushirib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha matnlarimizni. Yoki bo'lmasam bu yerda shunaqa holatimiz bor. Ya'ni bizda maket bo'limida aynan направление tekst degan joy bor. Ana o'sha orqali ham biza o'sha направление tekstni qo'yib olishimiz mumkin bo'lar ekan, mana bunaqa holatga. Endi kimga qanaqa masalan удобный bo'lishi mumkin? Masalan, menga endi bu ko'proq qulaylik tug'diradigan tomoni mishkani o'ng tugmasini bosib turib, направление tekst orqali demak 3 xil yo'l bilan demak o'sha matnimizni to'g'rilab olishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi biza shunaqa narsa yozdik. Ya'ni hozir bizda ma'nimizni o'chirib turamizda. Xo'p, biza shunaqa narsa yozdik. Xo'p, buni hammasini o'chirib turamiz. Xo'p, mana buni kattaroq oldik. Xo'p, bu yoqqa biza ism deb yozdik va bu yoqqa demak familiya deb yozdik. Bu yoqqa yosh deb yozdik. Xo'p. Mana familiyalarni, ismlarni yozib oldik. Endi biza bu yerda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Masalan, biza jadvalimizni demak azizani masalan tepaga chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biza osongina yo'l bilan shift bosib turamiz, altni bosib turamiz. Demak, tepaga strelka yoki pastga strelka. Agarda biza bu ismni tepaga chiqarib qo'ymoqchi bo'lsak, tepaga, pastga tushirib qo'ymoqchi bo'lsak, demak pastga strelkani bosishimiz kerak bo'ladi. Biza demak o'sha demak jadvalimizda demak osongina o'sha demak ismlarni tepaga yoki pastga tushirib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu ham bir qanaqadir masalan yengillik tug'dirishi mumkin.